fuqarolari, tashkilotlar faollari, tadbirkorlar mana bugun sizlar bilan Oybek mahallada tadbirkorlar bilan uchrashuvga yig'ilib turibmiz. Aynaman Buxoro filiali mahallaviy ishlash bo'limi bosh menejeri Farruxman Mahmudov familiyam. Sizlarga avvalambor shu tadbirkorlikni rivojlantirish uchun, tezlik darajasini kamaytirish uchun bank tomonidan taqdim qilingan produktlar haqida qisqacha ma'lumot berishimiz kerak. Bugungi kunda Agrobank tomonidan tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida o'zini band qilgan fuqarolarga 50 million hamda 7 milliongacha bo'lgan kreditlarimiz ajratib berilmoqda. 50 millionlik kreditimiz 5 yil muddatga mahalla loyihasi nomi 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davri bilan fuqaroning plastik kartasiga o'zini band qilgan fuqaroning plastik kartasiga ajratib beramiz. Bu o'sha shaxs kafilligi talab qilinadi. Xuddi shunday 17 milliongacha kreditlarimiz bor. Bu 4 yil muddatga 6 oy imtiyoz davri bilan bu ham fuqaroning plastik kartasiga o'zini band qilgan fuqaroning plastik kartasiga kafillik asosida ajratiladi. Xo'sh, kreditlarimiz ayollarga 23%, erkaklarga 25% etib belgilangan. Bu naqd ko'rinishda kreditlarimiz. Xuddi shunday prezidentimizning 312 sonli sabablar doirasida kreditimiz bor. Oldin mahalla tomonidan berilgan kreditlar, ya'ni oilaviy tadbirkorlik doirasida dasturlar kreditlardan maqsadli foydalangan hamda ijobiy kreditlarga ega bo'lgan fuqarolarga erkak kishi tadbirkor bo'ladigan bo'lsa 21%. Shunda ayollar tadbirkorligini rivojlantirish uchun esa 19%dan yillik kreditlarimiz bor. Bu pul ko'chirish yo'lidan 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davrini ajratiladi. Xuddi shunday yoshlar tadbirkorligini rivojlantirish maqsadida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan fuqarolarga yillik 18%dan 5 yil muddatga 1 yil imtiyoz davri bilan yoshlar tadbirkorligi uchun yana qulay tarafi imtiyoz davridan yana foiz to'lovdan ham 3 oy imtiyoz. 3 oy foiz ham to'lamaydi. Shu bozorda egallab o'zim joyini topib olgancha shu yoshlarga qulayliklarimiz bor. Kreditlarimiz bo'yicha kimda qiziqish, savollar bo'ladigan bo'lsa, mana mahalla bankimiz, mahalla agentimiz faoliyat yuritmoqda. Bemalol qiziqishlaringiz bo'lsa, savollaringiz bo'lsa aytib o'tsangiz, qo'ldan kelgancha qonun doirasida loyihalarni o'rganib beradi.